Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz do'konimizga tovarlar kelgan juda ham ko'p. Bemalol o'tirib olib ko'rishingiz mumkin videoni. Sizga kerakli bo'lgan narsa albatta chiqadi. Xullas bizda yangilik AirCliplar kelgan. Xo'p, bu nima? Bu AirPods yangi avlodi bo'lib, zaryadkasi uzoqqa yetadi. Ertalab turib yuguradiganlarga va zalda shug'ullanadiganlarga juda ham zo'r quloqqa qistirib qo'yiladi. AirPods quloq terlaganda yo mashq qilayotganda tushib qoladi. Bu tushib qolmaydi, mahkam o'rnashadi. Kimga kerak bo'lsa olib kelib qo'ydik. Bu quloqchinlarni ham juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Shunaqa har xilini olib kelib qo'ydik. Bular har bittasiga chip tushadi. O'ziga yoqqan muzikalarni qo'yib eshitsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari Bluetooth orqali xohlagan muzikangizni eshitasiz. Furach akalarimizga va uzoq yo'lga qatnaydigan akalarimizga shunaqa power banklarni originalidan olib keldik. Effekt beradigan, zaryadkasiga javob telefonlarni ikkita uchtasini bemalol to'ldiradigan. Va bitta eng qimmatidan olib keldik. Power bank haqiqiy originallardan originali dedi-yu. Necha voltgacha berayotgani va o'chim bistira beradi. Maza qilib ishlatasiz. Hozirgi zamonaviy telefonlarga Type-C naushniklar so'rashyapti. Amaya firmasini tavsiya qilamiz, chunki bu firma eng toza sifatli naushniklar chiqaradi. Telefonda gaplashganingizda ham ovozi siniq boradi. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radigan o'sha bu spektrumda Type-C naushniklari ham bor. Va xuddi shu naushniklarda iPhone'ga ham tushadigan, mana ko'rib turibsizlar, varianti bor. Bundan tashqari ham naushniklarimizda sizga yoqadigan turidan olib kelib qo'yganmiz. Kompyuteringizga original port qidirayotgan bo'lsangiz, mana olib kelib qo'ydik. Maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Honor Huawei telefonlaringizga shunaqa o'chim bistira beradigan original kallachalar keldi. Kompyuteringizga simsiz ulanadigan klaviaturalar kelgan, mishkasi bilan komplekt. Undan tashqari Metal firmasinikini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Bularning yaxshi tarafi suv tegsa ham, misol ichimlik to'kilib ketsa ham klaviaturalarimiz ishdan chiqmaydi va budjetli variantida simlisidan ham olib kelib qo'yganmiz. Samsung ishlatadiganlar uchun, ya'ni original kabellar 1 metrligi va 1.8 metrligi super tezkor zaryadlash uchun sizga yordamchi. Buni Samsung ishlatadiganlar juda yaxshi biladi. Mashina zaryadlarini o'ta originallari kelgan. Bu firmalarni juda yaxshi bilishadi ishlatadiganlar. Xuddi 220 daqiqa super tezkor beradi. Telefoningiz juda tez to'ladi. Xuddi to'kka suqib qo'yasizda. Originallari shunaqa upakovkada bo'ladi. Dajvantlarida upakovkalari ochish mumkin emas, faqat sotib olayotgan odam haqiqiy egasi olib maza qilib ishlatadi. Va Samsungda A16 telefonlariga, erkaklarga va ayollarga zaryadka turli tumani bor va A17 siga ham bor. Undan keyin hozir chiqdi A26. Qaranglar qanaqasini olib keldik. Undan keyin A27 siga ham bor. iPhone'larga bo'lsa 12 Pro Max dan 17 Pro Max gacha shunaqa chiroyli shehollarni olib kelib qo'ydik. Va Redmi'ning hozir eng ommalashgan modeli Redmi 15 ga erkaklarga va ayollarga har xilida mana kimga qanaqa bo'lsa yoqqanidan olib kelib qo'ydik. Honor ishlatadiganlar juda yaxshi biladi. Honor X6C ga zashti topish qiyin. Erkaklarga, ayollarga turli tuman yoqadiganidan olib kelib qo'ydi. Kelasizlar. Honorda hamma modeliga bor. 7B, 9D, 8C, 6C, DB xullas hammasiga. Hammaga kerakli bo'ladigan iPhone'larga AUX'lar, xohlasanglar yangi modelga, xohlasanglar eski modellariga AUX'larimiz bor. Redmi 13C ga ko'pchilik bilasizlar, g'ilof olib kelmaydi, lekin men qaranglar qanaqasini olib kelib qo'ydim. Ayollarga va erkaklarga yoqadiganini olib keldim. Va budjetli variantda AirPods juda ham ko'pchilik so'raganda olib kelib qo'ydim. Bu ham yaxshi, yomon emas, yaxshisidan olib keldim. Va albatta AirPods originallari buni juda yaxshi bilishadi. Ishlatadiganlar sensorliklari bor, ya'ni masofadan turib boshqaraverasiz. Telefonda deb muzikani o'tkazish shart emas, shu ekraningizdan bor. Mana originalni bunaqa sensorsizdan ham bor. Redmi A5 ishlatadiganlar ham juda ham chexol qidirishadi, ayollarga va erkaklarga yoqadiganidan olib kelib qo'ydi. Bilasizlarmi, undan tashqari Honorda 8D, 9D lariga, Honorda hamma modellariga, Redmi'ning hamma modeliga, Samsungda hamma modeliga, hattoki iPhone'da ham hamma modeliga stiklolar bor, ya'ni ekran zashti. Bitta ham bo'lgan anchasi keldi. Hali joylaymiz, narsalarimiz juda ham ko'p. Yoqda ham zashtilar yotibdi, bitta naushniklar, bitta yana shehollar allambalo. Bundan tashqari bizda iPhone'ga original zaryadnilar, zamonaviysiga ham, eskirog'iga ham original yo'mkis tushirmaydigan eng mashina zaryadnilar, eng chempionlari va ko'rib turganinglardek g'iloflarda hamma modelga bor deyarli. Xullas, hamma tovarlar bizda. Kimga nima kerak bo'lsa, mana AirPods'larni turidan, mashinangizga ham bunaqa держательlarda mahkam turib beradigan originallarni olib kelganmiz. Quloqchinlar, Samsungga original naushniklaridan, Samsungga original zaryad beradigan zaryadnilar, xullas
kabellar, PUBG perchatkalar, PUBG xo'rlariga aytgancha kullerlarni muzlatib tashlaydiganidan, xullas hamma narsa bor. Faqat kelib maza qilib xarid qilsangiz bo'ldi. Manzilimiz Yakatut sentrda joylashgan Sarban kafesi va mazali pitsalari va fast foodlari bilan tanilgan o'sha qadrdon mini food kafesining oldida joylashgan 3ta 5 do'koni.